Uzun HTML dersiga 32-ci qism XHTML elementleri. Bu dərslikni aldınqı qıtımlıq dərslikimizdimi məzmunlarını sözləb ötdük. Bu asaslıq XHTML elementlərinin grammatik qaydası, bu 4 qaydanın əmli misallarını görüb ötəyli. Birinci, XHTML elementi çoxum toğru sığdırılış kerak. Degəndə, məsələn, bu xət küçünün məzmunu bolsa, bununki bir tərəfdə, yəni to xət küçününki başlanış xət küçü, yəni bir tərəfdə tom xət küçününki, tom xət küçününki axırlış xət küçü məndə haləti kəsb olmaydı. Çoxum bir başlanış xət küçü, axırlış xət küçü, o'ttirdi məzmun, xilolət bo'lish kerak. Agar ko'pligan xat kuchni ishlatgan vaqtimizda bu xat kuch massalda ikki tarafga kelish kerak. Ikkinchi XHTML elementi cho'qim echilgandan keyin yepilish kerak. Bu echilish va yepilish xat kuchi va xat kuchlarga nisbatan unda oxirlash xat kuchini, ya'ni yepilish xat kuchini bunda yozmay xilolət yozish xato. Cho'qim buni ochgandan keyin yepish kerak. Andan keyin bu yepilish xat kuchi yo'q, masalan BR, HR bu rasm xat kuchiga qatorliq xat kuchlar to'g'ri kelib qolganda, buni biz bir bo'sh o'rin ham bir yon to'siqni yozish orqali ma'qul holatda buningki yepilganligini ifodalashimiz kerak. Uchinchisi, HTML elementi cho'qim kichik yozilish kerak. Sizlar ustida kodda body'dagi ma'lumotlar cho'ng yozilgan, p xat kuchim cho'ng yozilgan. Biz cho'qim buni kichik holat yozishimiz kerak. To'rtinchi, XHTML uchda cho'qim bir asosiy element bo'lish kerak. Bu asosiy elementniki nima deganda biz oldida so'zlab o'tgan barliq xat kuchlar bir asosiy element hisoblandi. Shuningdan birisi cho'qim bo'lish kerak.